Uchib ketgan turnalar qaytib kelar shu yurtga. Ko'klam bahor yallasin aytib kelar shu yurtga. Bu zaminning sehri bo'lak, muhabbati beqiyos. Tongda quyosh nuri bilan otib kelar shu yurtga. Men vatanni bolasiman, ota-onam shu vatan. Topdim bunda halovatni, jonu tanim shu vatan. Men vatanni bolasiman, ota-onam shu vatan. Topdim bunda halovat. Assalomu alaykum. Ustoz yaxshimisiz? Eson omon. Bugungi madaniyat va san'at xodimlari kuni munosabati bilan oya sizni arzimas sovg'amiz bor. Buni sababi siz masalan mana shu yerda hammamiz ham bosh bo'lib, shu sohani egasi bo'lishimizda bosh qosh bo'lgansiz. O'sha davrlarda dutorchi qizlar tashkil qilgansiz. O'shani bahonasi bilan shu yerda madaniyat uyi tashkil bo'lib, madaniyat sohasida hammamiz mana ishlab turibmiz. Sizni asosan sizni bayramingiz bu. Bayramingiz. Tabriklaymiz. Qodirov Jamoliddin aka bilan keldi gaplashib aka shunday chiroyli ansambl tuzdik, madaniyat uyi beringlar dedik. Ochinglar deb Ibragim va Hadiyaxon ikkovlari mana bu kishi institut bitirgan. Bu texnikumni bitirganda. men o'qishga kirmadim, ishga olgansiz. Ha, yo'q, nimani aytaman-da. Ha. Nima chiroylik qizlar. Osiyo, mamlakatni ko'rib turaman tez. Hali bir xudo bo'lib qolgan, nariga betdik. Qolgan nimalarim hammasi eslaydi. Endi nima xudo bo'lib qoldik. Komilaga ham. Komila mana shu kishini ovozini, nihoyat ovozi tiniqdi. Shunda Mahmudjon akam aytdilar, ozgina O'tgan nimada kelishdik-ku. hammasi O'sha 15-da. Manzura bor, kolxoz 80 ishlaydi. Bu Otamizda Manzura ham. Xonadonlarimiz fayzli, barakotli. Allohim qalblar Dardga malham izlasam, sahrosidan toparman. Rizqim ulug' donidan, shirmoy nonlar yoparman. Tavob qilib har kuni boshim qo'yib sajdaga, jannat makon yurtimning tuprog'ini o'parman. Men vatanni bolasiman, ota-onam shu vatan. Topdim bunda halovatni, jonu tanim shu vatan. Madaniyat markazi paydo bo'lishida sababchi birinchi sizda. Sababchisiz bo'lgan. Menga hech kim aytmagan, o'zim tashabbus bilan qilganman. Siz ansambl Chunki tashkil sapozga qilgansiz. kelgan odamga bir narsa ko'rsatish kerak-ku. Talani ko'rsatish kerak, bog'ni ko'rsatish kerak, qurilishni ko'rsatish kerak, molxonani ko'rsatish kerak. Keyin uni bilmay ko'rgandan keyin, ansamblni ko'rgandan keyin hammasi ham ketolmay qoladi. Hammasi yosh qizlar, juda chiroyli. Namangandan teatrdan bitta badiiy rahbar oldim. Bu olib keldi, yana bitta ayol olib keldim, badiiy rahbar. Ikkalasiga oylik to'laganman. To'g'ri. Direktorskiy fonddan. Direktorlar o'zida bir 708 ming direktorlar fond bo'ladi. Allohni ham siz ikkalayni o'sha yerda bo'lib, ansambl tashkil qilib, madaniyat markazi tashkil bo'lgan. Madaniyat uyi. Shuni hisobidan biz olib